Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Shu omonlik xotiralaringiz Allohu akbar. Xush kelibsiz bolam. Nima xizmatlarimizga? Har kungi o'gitlaringizni kuzatib boraman. Dilim o'rtanadi. Meni ham qiynayotgan ustixo'rlik balosi haqida ham bir so'z yuritsangiz deb huzuringizga kelgandim, domla. Qarz olganmidingiz? Ha. Uylanish chog'imda ozgina mablag' yetmay qolib, bir do'stimning tavsiyasi bilan bir odamdan qarz olgandim. Mo'ljalim 3-4 oyda uzib olish edi, lekin endi mablag' topib qarzni uzaman deganimda onam bu dunyodan ko'z yumdilar. Mushkul ahvolga tushdim. Topgan pulim onamni ma'rakalariga ketib, biroz qiynalib qoldim. Boshqa yaxshiroq ish topdim, ishladim, tuni kuni tinmasdan ishladim. Pul to'plab endi yana uzaman degan paytim farzandlarim, ayolim birin-ketin shifoxonaga tushib qolishdi. O'zimda ham hozir sog'lig'im unchalik yaxshi emas. Ukam, bormisan? Da kecha qani o'tirchim aka? Men o'zim chaqirtirmasam kelmaysan. Mani pullarimni yeb ketaman deb o'ylovding. Bilib qo'y, mani pullarim bo'g'oz. Tug'adi. Tuqqanda ham eksik tug'adi aytib qo'y. Faqat to'g'ri-chunli pulingizni qaytaraman. Pulingizni endi qaytaraman deganda onam vafot etdilar. O'zim ham endi sog'aydim, aka. Menga videolaringning qizig'i yo'q. Menga pul qiziqtiradi. Sani muammolaring bilan meni umuman ishim yo'q. Bir oy ichida agar meni pulimni to'g'rilab qo'ymasang, uyingni bo'shatib qo'yasan. Tushundingmi? Endi tor yo'qqa ko'zimga ko'rinma. Hozir endi sutxo'r odam uyingni bo'shatasan deb har kuni huzurimga keladi. Domla, axir uyni bo'shatsam ko'chada qolaman-ku. Ayolim, 2 farzandim ular nima qilishadi? Endi bu sudxo'rlik eng yomon illat bo'lib, bolam, siz o'sha bizni islom pok dinimizdagi halol bilan haromni farqiga bormaydigan, odamlarda haqqidan qo'rqmaydigan bir nobakor kimsaga yo'liqib qolsiz. Alloh taolo sizga sabr bersin. Alloh taolo ana shunday odamlarda haqqidan qo'rqmaydigan ba'zi qo'shtirnochidagi bandalariga Alloh insof bersin.